Gepatitga yoki shu jigar kasalliklariga umuman chalinmagan odam qancha vaqtda o'zi profilaktika sifatida tekshiruvdan o'tib turishi kerak? 1 yil yoki 6 oy yoki 2 yil Umuman umuman gepatitda olganda yo'q kasal bo'lsa, masalan, tekshirdi, viruslari yo'q. Ular 6 oyda, 1 yilda tekshirishi shart emas. Masalan, o'sha analizni topshirdi. B ham chiqmadi, C ham chiqmadi, viruslar chiqmadi. U uzoq mahalgacha manipulyatsiyalar olmayapti, tibbiy muolajalar qilinmayapti, terini butunligi buzilmayapti. Masalan, stomatologda davolanmadi, operatsiyalar qilinmadi, qon plazmalar quyilmadi, ularga shart emas tekshirish. Agar biror narsa bezovta qilsa, albatta murojaat qilishadi shifokorga. Agar bezovta qilmasa, ularga shart emas tekshirib turish. Nima uchun bu savolni berdim? Jigar sirroziga, shu ya'ni og'ir formasiga o'tib ketmaslik uchun profilaktika sifatida baribir odam tekshiruvdan qanchadir vaqtda baribir o'zini sog'lig'i uchun tekshiruvdan o'tib turishi kerak. Bemor kasal bo'lgani bilan sirrozga o'tgunicha o'rtada 15 yil, 20 yil vaqt o'tishi mumkin. Birdaniga sirroz bo'lmaydi. Endi o'sha sirrozga olib boruvchi omillarni biz to'xtatishimiz kerak. Masalan, C virus bo'lsa, uni C'ni o'zini davolab, albatta uni tekshirib, o'zini tekshiruv muddatlari bor. 3 oydan keyin, 6 oydan keyin, 1 yildan keyin yana tekshiramiz. Viruslar chiqmasa, bemorlarga tushuntiramiz, sizda o'sha virus yo'q, bemalol yurishingiz mumkin. Juda ham strogiy parhez kerak emas. Faqat shu baribir ham jigar kasalligidan tuzalganligi ham spirtnoylar mumkin emas deymiz. Gazli napitkalar iloji boricha shunaqa narsalarni iste'mol qilmanglar deb tushuntiramiz. Ular baribir 1 yilda bitta kelib tekshirib turishadi. Gepatit C bilan kasallanganlar. B bilan kasallanganlar qonida virusi bo'lsa, fermentlariga qarab, kasallik o'zini holatiga qarab 3 oyda yoki 6 oyda yoki 1 yilda kelasiz deb tushuntiramiz ularga. Gepatitga chalindi, davolandi, tuzaldi deylik. Ularga hamma narsa mumkinmi? Misol uchun gazli ichimliklar, fast foodlar, spirtli ichimliklar. Ko'pchilik bo'ldi siz sog'lomsiz desa, shunaqa deb tushunadi, bo'ldi menga hamma narsa mumkin ekan deb tushunib qolib, hamma narsani iste'mol qilish mumkin-da. Yo'q, o'shanda ham baribir ham hali aytib o'tgandek spirtnoylar mumkin emas deymiz, gazli napitkalar. Chunki hozir sifatli spirtnoylar ham kam. Qancha odamlarda o'sha spirtnoy aroqlardan zaharlanish holatlari kuzatilyapti. Shuning uchun ularni mumkin qadar bemorlarga tushuntiramiz, qancha iste'mol qilmasangiz shuncha yaxshi deb. Turgan bitgani zarar. Zarar. Mana bu fikrga fraza deymizmi, nima deymiz endi, fikrga qanaqa qaraysiz? Sog'liq uchun 50 gram, 100 gram ichib turish kerak. Qonni suyultiradi yoki organizmni tozalaydi, qanaqadir shunga o'xshagan gaplar bor-ku. Spirtnoylar, aroqlar qonni tozalamaydi. Uni iste'mol qilmagani yaxshi. Chunki bu ozgina degandan keyin bemorda ozginasi yana ozginani chaqiradi. O'shaning uchun ozgina sozginaga aylanib ketadi. Ozgina sozginaga aylanib ketadi, xuddi shunaqa. Sog'lom jigar, sog'lom hayot. Hayot sog'lom bo'lishi uchun baribir ozgina quloq solishimiz kerak, albatta. O'zi aslida sog'lom bo'lishimiz uchun ko'proq shu vaqtida uxlab, vaqtida turib, erta turib, sog'lom hayot tarzi. Sport bilan shug'ullanib, albatta. Nafsimizni tiyib, ancha qiyin ekan. Hozir keyin juda ham xalqimizda ko'chada ovqatlanishlar juda ham ko'payib ketgan. Baribir uyga xonadon ovqatlariga yetmaydi. Iloji boricha mumkin qadar uyda ovqatlanishga harakat qilish kerak. Bolalarimizni ham ko'chalarda napitkalar ichib, har xil fast foodlar yeb, keyin ayniqsa yoz paytlarida, mana xudo xolasa bahor kelyapti, yoz keladi. Ko'chada baribir go'sht mahsulotlari tez buzilish holati bor. Shuning uchun men ularga ko'chalarda iloji boricha ovqatlamaslikni tavsiya qilardim. Endi agar kafedagi, restoranda ishlaydiganlar meni bombardirovka qilib tashlashmasa. Yana bitta savol anaqa tug'ildi.
uyda imkon qadar uyda ovqatlansin debsiz-ku. Hop, uyda zakaz qilib yesak bo'ladimi? Shunda deb qolishi mumkin. Yo'q, zakaz bo'lsa ham baribir uydan agar zakazga qilmoqchi bo'lsangiz, buvingiz bo'lsalar, oyingiz bo'lsalar, ularga zakaz qilsangiz, uydan qilib berib yuborishsa, unaqasi bo'ladi. Tez tayyorlanadigan ovqatlar imkon qadar kamroq iste'mol qilish kerak. Ayniqsa gazli ichimliklar bilan yaxshi ketadi bular. Endi gazli ichimliklar, masalan, men o'zim soklar bilan shug'ullanganman, sok qilishlar bilan. Uy sharoitida qilingan soklar, sabzinikimi, olmanikimi, qaysi sokkiki bo'lishidan qat'iy nazar 15 minutgacha ichidagi o'sha tabiiy, kerakli narsalari hammasi turadi. 15 minutdan keyin parchalanishni boshlaydi. Endi magazinlarda turgan soklar yetib kelguncha bizning xonadonlarga qancha yo'lda turadi. Korobkada turadi, magazinga kelguncha omborxonalarda qancha turadi. Shuning uchun men ularni ichishni tavsiya qilmayman. Faqat uyda tayyorlangan soklar, uyda tayyorlanganlarning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. Shuning uchun bolalarga berganda 50 ga 50 suv qo'shib bergan yaxshiroq hazm bo'ladi. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Uy sharoitida qanaqa o'sha soklarni qilib ichgan ma'qul tavsiya qilasiz? Uy sharoitida jigarga juda ham yoqimli. Birinchidan anor soki juda ham yaxshi tozalaydi jigarni. Hatto qandli diabetlar ham anor sokini ichishligi mumkin. U hech qachon qandning miqdorini ko'tarib yubormaydi. Qizil sabzi, sariq sabzini soki, bexini soki mumkin, olmaniki, hamma mevalardan sok qilish mumkin. Bir xil bolalar yaxshi ko'radi soklarni. Ayniqsa 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga ozgina-ozginadan bersangiz, u ham rivojlanishiga yaxshi yordam beradi soklar. Sok tayyorlangandan so'ng 15-20 daqiqadan ko'proq turib qolmasdan iste'mol qilish kerak. Albatta. Chunki undagi bor tabiiy yaxshi vitaminlar parchalanishni boshlaydi. Shuning uchun shu yarim soatlar atrofida ichgan yaxshiroq. Misol ko'pchilikda ich qotishi kuzatiladi. Ich qotganda ko'proq nimalar iste'mol qilish kerak, yoki dori ichish kerakmi, yoki o'sha tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilib yumshatsa ham bo'ladimi? Birinchidan bilishimiz kerak, ich nima sababdan qotyapti. Ba'zi insonlar bor, faqat quyuq ovqat yeyishadi. Oldinlari ruslarda bo'lgan, hozir ham balkim bor, первый, второй degan ovqatlar bo'lardi. Avval suyuq ovqat, keyin quyuq ovqat. Bizda men o'zim kuzataman, ko'pincha farzandlarimizni men suyuq ovqat ichmayman deydi. Ular faqat quyuq ovqatni yaxshi ko'rishadi. Ko'chada ovqatlanib kelishadi. Shuni natijasida baribir o'sha hazm qilish sistemasiga ortiqcha nagruzkalar tushadi. Shuning uchun ham ich qotishi mumkin. Ich qotishi mumkin, o't qopidan o't yaxshi tushmasa, o'sha yerda turib qolsa, ovqatlanish rejimi yaxshi bo'lmasa, och bo'lib turib birdan ko'p ovqat yeb qo'ysa, ovqatlanish intervallari buzilsa, shunaqa holatlarda ich qotishi kuzatiladi. Ularni albatta oldin sababini bilib, keyin davolashimiz kerak ularni. Misol uchun ko'p quyuq ovqat yeydigan insonlar ichini yumshatish uchun nima qilish kerak? Ichini yumshatish uchun albatta ichidagi o'zimizga kerak bo'ladigan foydali floralar bor. Bo'lishi kerak bo'lgan. O'shani ko'paytirishimiz kerak. Unga hozir juda ko'p dori-darmonlar bor. Undan tashqari Ibn Sinoimizga shogirdlari aytganda, ustoz, siz o'tib ketsangiz keyin nima bo'ladi? Kasallarni kim davolaydi deganda, Ibn Sino aytgan ekanlar, men o'tib ketsam, kasalligiga sut qatiq bor degan ekanlar. O'shaning uchun ko'p qatiq iste'mol qilish kerak. Qatiq, kefir, bu juda ham bebaho mahsulot. Bu o'sha ichidagi floralarni ko'payishiga yaxshi yordam beradi. Qonni tozalaydi, ichi yurishtiradi. Juda ham ko'p foydali xislatlari bor. Kalsiy bor undan tashqari. Endi sutni ba'zi odamlar yaxshi qabul qila olmaydi. Chunki oshqozon osti bezi o'sha sutga fermentlarni yaxshi ishlab chiqaza olmaydi. Bu tug'ma bo'lishi mumkin yoki keyin orttirilgan bo'lishi mumkin. Qatiqni hamma bemalol icha oladi. Bolalarga ayniqsa qatiqni ozgina murabbo qo'shib bersak, bu yogurt desak, bu uyda tayyorlangan juda ham foydali mahsulot hisoblanadi deb o'ylayman. Tabiiy, qanaqa kimyoviy vositalarsiz
Endi hozir hamma ayollarimiz ishga berilib ketishgan, bunaqaligi vaqtligi yo'q. Ko'pligi magazindan kirishadi deb tayyorgina yogurt olishadi. U yogurt ham u tabiiy emas. Uyda tayyorlangan o'sha murabboli qatiqga aralashtirilgan yogurtga yetmaydi ularniki. O'sha men yoshligimda eslayman. Shu uyda onam kola yoki mana shunaqa gazli ichimlik ichgani umuman qo'ymasdi. Shu yangi yilda bir marta ichardik yoki qanaqadir bayram bo'lib qolsa-da, o'shanaqa sabab ichmasak, boshqa vaqt umuman ichmasdik. Uyda har doim o'zlari kompot yopib berardilar. Shu har xil mevalardan asosan O'zbekistonda, o'zimiz yurtimizda olcha. Olcha juda ham foydali-da, olcha. Olcha, o'rik, shunaqalardan kompot qilib berardilar. Gazli ichimliklar ichgan umuman qo'ymasdilar. Hozir yoshlari katta bo'ldi. Hozir mana uyga borayotganimda nimadir olib boraymi, ichishga, yeyishga deb so'raymanda, kola olib kela qolgan deydi. Ovqatni yaxshi hazm qiladi deb o'ylashadi. Ko'pchilikni xayolida mana shunaqa ovqat yaxshi hazm qiladi. O'sha qorin dam bo'lishini oldini oladi. Shunaqa fikr paydo bo'lib qolgan. Rostmi shu gap? Endi kolada qandni miqdori juda ham yuqori. 1,5 litrli kolada endi bu o'qiganlarimga asoslanib aytyapman, 400 gramcha qand bo'ladi deyshadi. Endi masalan, bir odam kechgacha o'sha 1,5 litrli baklashkadagi kolani ichsa, tasavvur qiling, 1,5 kiloga yaqin shakar ichiga kirdi. Shakari ko'p miqdorda mumkin emas. U keyin yog'ga aylanib, yana yig'ilaveradi. Shu shirinliklar ko'pligidan ham jigar yog'lanish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun qandli diabetlarda albatta o'sha parhez saqlashni tushuntiramiz. Har bitta qandli diabeti bor bemorlarni albatta jigarlarini tekshirishga yuborishadi bizga endokrinologlar. Jigarlarini tekshirib, ularga yana qo'shimcha davolar yozib jo'natamiz. Dilbar opa, bir bemorimizdan bir savol kelib tushgan. Homiladorlikda gepatit B aniqlansa, jigar holati yaxshi bo'lsa, tabiiy yo'l bilan farzandimni dunyoga keltirsam bo'ladimi degan savol. Bu savolga javobim shuki, albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Hozir juda ham ko'p shunaqa bemorlarimizga kesircha kesish orqali tug'ishga ruxsat berishyapti. Kesircha kesish uchun unga faktlar bo'lish kerak. Nima sababdan kesirva qilinyapti? Agar homilador ayol o'zi sog'lom bo'lsa, jigari faoliyati yaxshi bo'lsa, bemalol o'zi tabiiy yo'l bilan tug'ishi mumkin. Bolaga virus yuqmaydi, lekin yuqmaydi deb garantiya bera olmaymiz. Hali aytib o'tdim, meni o'zim praktikamda 4 oylik bolada shunaqa B virusi chiqdi. Ular sirazi emlanadi. Bola baribir platsentani ichida bo'ladi, qobig'ining ichida, u yoqqa viruslar kira olmaydi, bolaga yuqmaydi. Bemalol tabiiy yo'l bilan tug'ishlari mumkin. Har ehtimolga qarshi tug'ilgan bola emlanadi, to'g'rimi? Emlanadi tug'ilish bilan. Endi hozir keyingi nimalar bo'yicha, ko'rsatmalar bo'yicha o'sha B virusi bor homilador ayollarga homiladorlikni 28-haftasidan boshlab B virusi ko'payishini to'xtatadigan dorilar tavsiya qilish mumkin. Tug'ilishi bilan, farzandi tug'ilishi bilan dori ichishni to'xtatadi. Keyin ko'krakdan ajratgandan keyin yana dori ichishni davom etadi. B ga qarshi, B virusga qarshi dori. Dilbar opa, ma'lumotlar uchun rahmat. O'ylaymanki, xalqimizga, tomoshabinlarimizga bu ma'lumotlar juda ham foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Rahmat kattakon taklifingizga. Ilohim xalqimizga, hamma onalarimiz sog' salomat bo'lishsin. Onalarning eng katta baxti ularning farzandi sog' bo'lgani. Farzandi sog' bo'lsin, oilasi tinch bo'lsin. Ilohim bu kelgan yilimizda iloji boricha surunkali kasalliklar, sirrozlar kasalliklar tuzalib ketsin. Agar Xudo ko'rsatmasin, mabodo shunaqa jigar kasalliklari bilan chalingan bemorlar bo'lsa, ya'ni Hakim Sino gepatologiya markaziga sizni oldingizga tashrif buyursa, sizni o'ziz mehr bilan o'ziz davolaysiz. Rahmat bajondir. Bu savobli ish, Xudo xolisa. Shifo hammasi Allohdan, biz shifokorlar bitta sababchimiz.
sog' salomat bo'linglar hammanglar. Rahmat, tashrif uchun rahmat. Rahmat.